Ha? Mo'l tilla turibsan? Yo, yana qaytada sevib qolyapsan? To'rtta boladan keyin sevgiga balo bormi? Xullas dadasi, bitta narsani tan olish vaqti keldi. Onasini emsan. 10 yildan beri men shu kunni kutaman borku. Tanol xotin. Aslida isming Sherzod-a? Hey, tuzukroq hazil qiling. Zato yedi-ku. Xo'sh, nimani tan olmoqchisiz xotinjon? Korotchi, men aslida ochiq ko'zman. Men bilardim. Uyimizdan achigan ovqatlar o'zi g'oyib bo'lardi. Sen to'g'ralab ovqat yesang ham tagida nushqurt qolmasdi. Ha, bir boshidan tozalab yeganman. Esizdami? Ana o'rtog'ingiz to'yda 3 qavatli tort yo'qolib qoluvdi. O'shani men o'g'irlab, sahnani orqasiga o'tib, bir o'zim tiqqanman. Men sezganman. Chunki qorning ottikiday bo'lib qoluvdi. Ha, keyin bir marta amakisiga borgandik, qo'y so'yiluvdi, esizdami? O'shanda bitta soni yo'qolib qoluvdi. O'sha sonni bitta o'zim xomligicha tiqqanman. Xotin, bu gapingdan mol desam mol xafa bo'ladi. It desam it. Yana nima yegansan? Yaqinda oyjonni tug'ilgan kunlarda xolajon bir tog'ora somsa olib keldilar-ku. O'sha somsa g'oyib bo'ldi. Hamma qidirdi. Lekin u somsa uzoqda emasdi. O'zi ham bor ot qorin ekansan. Yeysan, O'tgan safar 500 ming pulingiz yo'qolib qolgandi. Esizdami? 3 kun tan olmay yurdim. O'sha pulni men olgandim. Borib 25 ta shashlik bilan 2 kilo piyozni tiqib kelgandim. Buni ham sezgandim. Chunki o'sha kunlar og'zingdan o'lik tig'di kelyapti. Yangi yilda molda ichaman deb 10 litr pivo olib kelgandingiz. U ham negadir g'oyib bo'lgandi. Ey, men vangaman bor-ku. Men buni sezgandim. Chunki sendan bo'mishlarni hidi kelyapti. O'sha yangi yil bo'lku rasvo o'tgan. Chunki pivo yo'q edi. Alkash. Ha, endi bu ham noyob bir fazilat. Men aytdim, shu senga uylangandan keyin 1-2 bo'lmay qoldi. Men qarada, molda yeyish bu fazilat emas, nuqson. Texnik nosozlik. Endi menday bo'lish hammaga emas. Uni buni qo'ying. Oyjon yo'qligida yuring, xotin bir ujincha qilib kelaylik. Rostdan. Bu davlinadan keyin u bir narsa yemasa mazam qochib qoladi. Borib shashlik yeymiz. O'zimga bir 3 ta jaz qo'ydirsam, senga bir 2 ta qiyma, ha? Aytgancha, sizga bir 30 tacha qo'yish kerak-ku, ha?